Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Muhtaram azizlar, Qur'oni Karimda zikr qilingan qissalar turkum suhbatimizni davom ettiramiz. Avvalgi suhbatlarimizda siz azizlarga Alloh qodir qilganicha bir qancha qissalarni, Odam alayhisalom qissasi va uning farzandlari qissalari haqida ham gapirgan bo'ldik. Bugun esa Kahf surasining ichidagi eng ajib bir qissa haqida sizlar bilan gaplashmoqchimiz. Bu qissa juda qisqagina bo'lsa-da, mazmunli, o'ta ham ahamiyatli va tarbiyali qissadir. Shuning uchun bugun shu qissa haqida gaplashaylik dedik. Bu qissa Musa alayhissalom va solih banda orasida bo'lgan voqea. Musa alayhissalom va solih banda deganda mufassirlar o'sha solih bandadan murod bu Xizr alayhissalomdir deb aytadilar. Shuning uchun ko'p kitoblarda Musa alayhissalom va Xizr alayhissalom orasida bo'lib o'tgan hodisa deb keltiradi. Bu qanday bo'ldi? Musa alayhissalom bir kuni azizlar Bani Isroil qavmiga juda chiroyli bir suhbat qildilar. Juda bir balog'at bilan suhbat qildilar. Odamlar juda ta'sirlanib ketdilar. Ba'zi birlar ko'ziga yosh oldi. Hammalari juda e'tibor bilan quloq solib o'tirdilar. Suhbat tugagandan keyin Bani Isroil qavmidan birlari turib Musa alayhisalomga: "Ey Allohning payg'ambari, ya Musa alayhissalom, bu dunyoda odamlar orasida eng ilmligi kim olim?" dedi. Shunda Musa alayhissalom: "Men olim" dedilar. Chunki Musa alayhissalom o'yladilarki, menga Tavrot nozil bo'lib turgan bo'lsa, eng ilmligi men bo'laman-da. Mana shu gaplari uchun Alloh azza va jalla Musa alayhissalomni itob qildi azizlar. Inson ba'zan shoshilib ketamiz. Ba'zan eng olimi menman deb hukm chiqarib yoramiz. Ba'zan hamma narsani men bilaman deb o'ylaymiz, lekin bizdan ham ilmlirog'i bor bo'lishini unutib qo'yamiz. Ehtimol bir kasbda uzoq yillar harakat qilib ishlab yurgan bo'lsak, go'yoki mana shuni ustasi menman deb o'ylaymiz. Lekin bizdan ham ilmlirog'i yoki bizdan ham mana shu kasbni ustasi bo'lishi mumkin azizlar hayotda. Bu voqeadan biz shunaqa xulosa olishimiz kerak. Musa alayhissalom ham menman olimman deganligi uchun Alloh itob qildi. Va Musa alayhissalomga sizdan ham ey Musa payg'ambar alayhissalom olimroq kishi bor dedi. U bilan ko'rishasiz deb Alloh buyurdi. U odamni Alloh taolo solih banda deb atadi. Solih bandasi bilan, ilmi, rahmati bilan olim bo'lgan kishi bilan ko'rishishlik buyrug'ini berdi. Mana shu solih banda mufassirlar kitoblarida aytganidek Xizr alayhissalom deganlari bor azizlar. Demak Musa alayhissalomni Alloh azza va jalla Xizr alayhissalom bilan ko'rishishlikka buyurdi. Xizr alayhissalomga esa Alloh juda katta hikmat, o'zini rahmati bilan juda ko'p ilm bergan ekan. Musa alayhissalom qayerda ko'rishaman deb so'radi. Alloh azza va jalla ikkita dengiz qo'shilgan joyda ko'rishasiz deb buyurdi. Ikki dengiz qo'shilgan joyda Musa alayhissalom Xizr alayhissalom bilan ko'rishishlari kerak edi. Musa alayhissalom Allohdan so'radi: "Robbim, u odamni qanday topaman? Qanday taniyman?" dedi. O'sha xo'p ikki dengiz qo'shilgan joyga borgan taqdirda ham qayerdan topadi u odamni? Alloh ishora qilib bir baliqni olib olishlikni buyurdi. O'sha baliq qayerda yo'qolib qolsa, o'sha baliq yo'qolgan joyda u odamni topishligini aytdi. Musa alayhissalom o'ziga bir hamroh olib savatga baliq solib yo'lga chiqdi. O'ziga hamroh qilganini Yusha ibn Nun alayhissalom debdilar mufassirlar. Musa alayhissalom hamrohiga qarab aytdilarki: "Men yillar yursam ham, qancha yo'l bossam ham o'sha ikki dengiz qo'shilgan joygacha albatta yetib boraman" deb niyat qilib yo'lga chiqdilar. Qo'llariga baliqni olib oldilar. Yo'l yurib, haqiqatda ham ikki dengiz qo'shilgan joyga yetib bordilar. O'sha holatda bir oz ular charchagan ekanlar, katta bir toshga suyanib dam oldilarda, bir oz yonidagi xizmatchisining ko'zi ham ilingan bo'ldi. Yana o'zlari uyg'onib bir joyga borganda Musa alayhissalom tanovul qilishlikni xohladilar va hamrohiga yegulik biror narsa hozirla, yo'l bizni charchatdi, qornimizni ham ochirdi dedi. Savatni ochib qarasa baliq yo'q ekan. Sheriga qarab aytdiki: "Ya Musa alayhissalom, haligi bir oz dam olgan joyimizda baliqni yo'qotib qo'yibman. Aniq bilamanki shayton unuttirgan. Men bilmay qolibman" dedi. Shunda Musa alayhissalom: "Biz o'sha baliq yo'qolgan joyda Alloh aytgan odamni topishimiz kerak edi. Qaytamiz orqaga" dedilar-da, haligi baliq yo'qolgan joyga bordilar. Baliq esa haqiqatda o'sha joyda savatidan dengizga tushib, dengizga shumg'ib kirib ketgan edi va o'zidan bir teshik qoldirgan edi.
Bilasizlarki, baliq odatda bir suvga shumg'iganda o'zidan bir aylanpa o'ra qoldirib, teshik bo'lib, keyin suv tinib qoladi. Xuddi shu holatni aytayapti. Ayni mana shu baliq suzib, teshik qoldirib tingan joyda Musa alayhisalom sheriklari bilan shoshilib borsalar, haligi Alloh azza va jalla aytgan zot, ya'ni o'sha solih banda Xizr alayhisalom turibdilar. Musa alayhisalom o'zlarini tanishtirdilar. Men Musa alayhisalomman, Allohning payg'ambariman. Sizga hamroh bo'lsam, sizga bergan Allohning ilmidan ta'lim olsam maylimi dedilar. Nihoyatda odob bilan, axloq bilan. Qarangki azizlar, o'zlari payg'ambar bo'lsalar ham u kishiga hamroh bo'lib, Alloh bergan ilmidan olib shogird bo'lishligini so'rayaptilar. Xizr alayhisalom Musa alayhisalomga qarab, "Sta'zu billah, qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra." Siz men bilan hamroh bo'lishlikka sabr qila olmaysiz dedi. Shunda Musa alayhisalom, "Inshaalloh men sabr qilaman. Sizga biror narsada isyon qilmayman" dedi. Musa alayhisalomni hamroh qilib olarkan, Xizr alayhisalom shart qo'ydilar. "Yaxshi, agar men bilan hamroh bo'ladigan bo'lsangiz, safar mobaynida men bayon qilmaguncha biror bir hodisada savol bermaysiz" dedi. Musa alayhisalom "Xo'p bo'ladi" deb savol bermaslikka va'da berdilar. Va ular boruvdilar, dengiz bo'yida bir kema turibdi. Kemachiga iltimos qildilar bir manzilga olib borib qo'yishlikni. Kemaga o'tkazib yo'lga ketdilar. Kemachi mana shu kemasi bilan odamlarga xizmat qilib bola chaqasini boqadigan yaxshi bir inson ekan. Hatto bulardan haq ham olmadilar. Mana shunday ketayotgan paytda Xizr alayhisalom asta ketayotgan kemani tagini teshib qo'ydi. Buni ko'rgan Musa alayhisalom hayron bo'lib, bu yoqqa tushgandan keyin chidamadida, "Nega bunday qildingiz? Nima, bu kemachini oilasi bilan g'arq bo'lsin dedingizmi? Nega bunday qildingiz?" deb hayron bo'ldi. Bizga yaxshilik qilgan, bizni olib kelib qo'ygan, qolaversa shu bilan bola chaqasini boqib turgan bir faqir insonga shu muomalani qilasizmi? Nega teshdingiz degan ma'noda Musa alayhisalom hayron bo'ldilar. Xizr alayhisalom unga qarab, "Sta'zu billah, qala alam aqul innaka lan tastati'a ma'iya sabra." U senga albatta men bilan birga sabr qila olmaysan demabmidim dedi. Axir siz va'da bergan edingiz menga savol bermaslikka, men sizga sabr qila olmaysiz deb aytmaganmidim dedi. Musa alayhisalom uzr so'radilar. "Sta'zu billah, qala la tu'akhidni bima nasitu va la turhiqni min amri usra." U, ya'ni Musa alayhisalom, "Esimdan chiqqan narsa uchun meni jazolama, bu ishim uchun meni qiynama" dedi. Musa alayhisalom, "Bo'ldi, mana unutib qo'yganligim uchun menga jazo qilmang. Men bergan va'damni unutdim, endi bermayman savol" dedi. Kemadan tushdilarda yana sohildan yurdilar. Bir oz yuruvdilar, qarasa ko'pchilik bolalarning ichida bir bolalar o'ynab yuribdi. O'sha bolani Xizr alayhisalom chaqirdilarda, uni bir urib o'ldirib qo'ydi. Qarang, hayron bo'ldi Musa alayhisalom. "Iye, hozirgina o'ynab yurgan bolani nega o'ldiradi?" Yana savol bermayman degan va'dasi esdan chiqdi-da, "Nima qilganingiz bu? Nega bu bolani o'ldirdingiz? O'ynab turgan bolani, yosh yigitni" dedi. Xizr alayhisalom, "Sta'zu billah, qala alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra." U, "Senga albatta sen men bilan birga sabr qila olmaysan demabmidim" dedi. Musa alayhisalom endi qaytib bermaslikka, endi yana savol bersa oralaridagi hamrohlik tugashiga va'da berdilar. Bir qishloqqa kirdilar, bir ko'chaga kirsalar odamlari juda badfe'l ekan. Na bularga suv so'rasa suv berdi, na yegulik berdi. Hech kim ularga e'tibor qilmadi, so'rasa ham bermadi. Bir payt bir devor yiqilib yotganini ko'rib qoldi. Xizr alayhisalom Musa alayhisalomga "Keling shu devorni urib qo'yaylik" dedilarda, birgalashib devorni urdilar. Na haq oldi, na boshqa qildi. Shunda Musa alayhisalom, "Biz urgan devorimiz uchun haq olsak bo'lardi-ku, nega haq olmadingiz?" dedi. Shunda Xizr alayhisalom, "Endi siz bilan safarimiz nihoyasiga yetdi" dedilar. "Siz va'dangizni buzdingiz." Musa alayhisalomning uzrlari o'tmadi. Shundan keyin Musa alayhisalom Xizr alayhisalomdan bu hodisalarning haqiqiy ilmini so'radilar. Nima uchun bunday bo'lganligini. Xizr alayhisalom asta-asta hamma bo'lgan voqealarni aytib berdilar. Nima uchun kemani teshib qo'yganini aytdilar. Aytdilarki, bu kemadagi odam haqiqatda yaxshi inson, solih inson, bola chaqasini shunda boqadi, faqir inson. Lekin uni orqasida podshoh kelyapti. Podshoh hammani bugun kemasini olib ketib qoladi. Urushga safarbar qilar ekan. Bu kemasini teshib qo'ydim. Kemasi buni yaroqsiz ekan deb tashlab ketib qoladi-da, keyin bu kemasini ta'mir qilib olib, yana bola chaqasini boqishda davom etadi. Ya'ni bu kemani teshishlik bilan haligi odamga zarar emas, balki unga foyda qilganini aytdilar. O'ynab yurgan bolani o'ldirishlikdan maqsad Alloh buni amr qilganligini,
bu bolani ota-onasi yaxshi mo'min musulmon ekanligi, lekin bu bola nihoyatda tug'yonga ketganligi, katta bo'lib kofir bo'lib ota-onasiga katta zulm ustamlar qilishligi mumkinligini, taqdirotini bilgan Robbimiz Xizr alayhisalomga buni o'ldirishlikni amr qildi va uni o'rniga boshqa solih bola berishligini Alloh iroda qilganini aytdi. Va bu ishni ham bajardim dedilar. Mana bu mahallaga kirganda hech kim yaxshi kutib olmadi, e'tibor qilmadi. Ammo suv bermasa ham, non bermasa ham baxil bo'lib turgan odamlarni devorini urib berganligini, ta'vilini shunday aytdilarki, bu yerda bir yetim bolalarning xazinasi bor, otasidan qolgan yaxshi solih odamni bolalari edi. Agar buni hozir devorni urib qo'ymasa, mana shu yomon odamlar bu xazinani ko'rib oladilar. Biz buni urib qo'ydik, u bolalar katta bo'lib, o'zlari bu xazinani topib oladi deb aytdilar. Mana shu bilan Musa alayhisalomga ta'lim berdilar. Azizlar, bu qissani nega Alloh azza va jalla Qur'oni Karimda bizga bayon qildi? Nega hadisda yoki boshqa holatlarda bizga buni yetkazildi azizlar? O'zingiz bir o'ylab ko'ring-a, nima bundan manfaat? Birinchidan, avvalida aytganimizdek, hech kim o'zini olimman demasin ekan. Bizdanda olimlari bor azizlar. Ustozimiz bo'lardilar, Alloh rahmat qilsin. Doim o'zlarini biz bir tolibi ilmmiz deb qo'yardilar. Doim tolibi ilmlik maqomida turaylik. Olimman deyishligimizdan ehtiyot bo'laylik. Undan tashqari azizlar, mana bu joyda oladigan xulosamizdan bittasi shuki, hech qachon o'zimiz bilmasdan turib, zohiriga qarab hukm chiqarmasligimiz kerak ekan. Qarang, kemani teshib qo'yishlik hodisasini har qanday oqil egasi qabul qilishi qiyin. Axir yaxshilik qilib turgan, sizga ezgu ish qilgan odamni, hatto haqqini olmagan odamni nega kemasini teshasiz? Agar biz ham o'sha joyda bo'lsak, xuddi shunaqa ajablangan bo'lardik. Lekin buni hikmatini bilmasdan xafa bo'lamiz ekan. Hikmati esa u odamga yaxshilik ekan. Narigi bolani olamdan o'tishi ham, devorni urib qo'yishligida ham siz bilan biz bilmagan hikmat yashirilgan ekan. Ba'zan hayotda azizlar, o'zimiz bilmasdan xulosa qilishlikka shoshilib ketamiz. Ayniqsa hozirgi paytda ahli ilm ulamolarga xulosa berishlikda shoshilib ketyapmiz. Biror bir olim biror bir fatvo bersa, biror bir olim biror bir mau'iza qilsa, biror bir olim bir gapni gapirsa, u sizni aqlingizga sig'masa yoki siz uni qabul qila olmasangiz, darhol u olimda ilmsizlikda yoki munofiqlikda yoki adashishlikda hukm chiqarib yuborishlikdan ehtiyot bo'lishimiz kerak. Buni zamirida nima yotganini bilmaysiz-ku. Siz o'sha domlani yoki o'sha olim imomni aytgan gapidan illat qidiryapsiz. Mana bu dedi ya, shunaqa ham bo'ladimi deyapsiz. Ehtimol aqlingiz shuni aytayotgandir. Sizni ilmingiz shuni aytayotgandir. Lekin ehtimol bu xuddi Xizr alayhisalom kemani teshib qo'yganida Musa alayhisalomdek zot hayron bo'lib tushunmagani kabi, siz tushunmagan bir hikmat bordir. Sabr qilib turing. Bugun bo'lmasa ertaga, ertaga bo'lmasa indinga qachondir ushbu domlani mana shu aytgan fatvosi yoki gapidagi hikmatini inshaalloh sizga Alloh bildiradi. Lekin ungacha shoshilmasligimiz kerak. Juda ham shoshilib ketyapmiz. Ayniqsa hozir internetda azizlar nihoyat darajada ko'payib ketdi. Ba'zan inson qalbi og'rir ekan. Qancha ustozlar, qancha olimlarga o'zi endigina harf o'rganayotgan yoki hali hech qancha ilm o'rganmagan odam birdaniga haqorat qilib, uni aytgan so'zi uchun uni kufrda, nifoqda ayblab yuborilyapti. Shoshilmang birodar, shoshilmang. Ehtimol siz bilmagan hikmat Alloh u kishiga bildirgan ilm orqali sizga ham yetkazilar. Bugungi qissadan mana shu o'zimizga kerakligini olishimiz kerak azizlar. Hech qachon biror bir narsani bilmasdan turib, uni tagiga chuqur yetib bormasdan turib xulosa qilmaylik. Xulosa qilishlikdan shoshilmaylik. Agar xulosani xato qilib qo'ysak, unda uni keyin to'g'rilash qiyin. Yaxshisi, men bunga aqlim yetmadi. Inshaalloh Alloh o'zi bildirsin. Agar kamchilik xato bo'lsa, o'sha xato qilguvchi Allohning huzurida o'zi javob berar. Lekin xato bo'lmasa-yu, men gapirib qo'ysam ertaga gunohkor bo'lib qolmay deb o'zimizni saqlashimiz kerak. Alloh hammalarimizni to'g'ri xulosa chiqarishlikni nasib qilsin. Muhtaram azizlar, Alloh azza va jalla mo'min bandalarini iymonlariga quvvat baxsh etish va o'z yo'lini haq ekanini ko'rsatish uchun hamma zamonlarda ham o'zining mo'jiza alomatlarini ko'rsatib boradi. Yerda odamzod hayot kechirishni boshlagan paytdan beri unga hamroh bo'lib kelayotgan iymon va islom o'zining necha ming yillik tarixi davomida juda ko'plab qarshiliklarni, qattiq qiyinchiliklarni, ta'ziqlarni yengib o'tishga to'g'ri kelgan. Har gal tarixni ko'radigan bo'lsak, musulmonlar yashagan davrlar
o'sha davrda yashagan payg'ambarlarga iymon keltirgan mo'minlar qalbidan joy olgan iymonni zaiflashtirishga emas, balki uni kuchaytirishga, yagona haqiqat shu iymon va islom ekanini namoyish etishga, u yo'lda yangi do'stlarni, mo'minlarni paydo bo'lishga xizmat qilib kelgan. Har gal qarshilik ularni oshishiga sababchi bo'lgan. Shuning uchun ham iymonni doimo Alloh azza va jalladan asrab avaylash, Alloh azza va jalla yo'lida haqiqiy mo'min bo'lib qolishligimiz uchun Alloh taologa iltijolar qilib bormoqligimiz kerak. Shuning uchun qadim zamonlarda bo'lib o'tgan o'sha mo'min musulmonlarning hayotlari, ularning hayotlarida bo'lgan sinovlarni bizga qissa qilib Qur'oni Karimda Alloh bergan. Qur'ondagi keltirayotgan qissalardan ko'zlangan maqsad ham aynan mana shudir azizlar. Qur'oniy qissalar suhbatimizni davom ettirib, bugun Qur'oni Karimdagi Ashobi Kaf qissasini siz azizlar bilan gaplashamiz. Bu qissa ham juda katta mo'jizalar, ajoyib va g'aroyib hodisalarning yuz berishiga sabab bo'lganligiga guvoh bo'lamiz. Biroq shuni ta'kidlash lozimki, Qur'oni Karimda ham, sahih hadislarda ham Ashobi Kaf, ya'ni g'or sohiblari qissasi to'liq tafsilot bilan kelmagan ekan. Bu haqda tafsir kitoblarida zikr qilingan rivoyatlar asosan islomga kelgan ahli kitoblardan va isroiliyot deb ta'riflanadigan hikoyalardan olingan ekan. Tabiiyki odamlar Alloh taolo Qur'onda zikr qilgan voqea haqida ko'proq bilishlarni xohlaydilar. Bundan esa musulmonlar o'zlarini iymonlarini yanada mustahkamlash, Qur'ondan yanada ko'proq ibratlar olishni maqsad qiladilar. Ammo sahih rivoyatlar bilan kelmagan tafsilotlarga o'ta chuqur kirishib ketish, to'qima afsonalar paydo bo'lishiga va tarqalishiga sabab bo'ladi. Shuning uchun bunday narsalardan o'zimizni ehtiyot qilamiz. Biz azizlar, sizlarga qissalar aytar ekanmiz, qissalarga bo'layotgan munosabatimizni shunday qilyapmizki, bu asarlardan yengil-yelpi sakrab o'tib ketishni ham xohlamaymiz. Bular atrofida tarqalgan asosiy hikoyalarga sho'ng'ib ketish ham o'zimizga lozim tutmaymiz. Vazifamiz azizlar, biror qissani sizlarga ipidan ignasigacha mayda tafsilotlari bilan o'rgatish emas, balki undan hosil qilinadigan asosiy xulosalar va ibratlarni o'zlashtirish. Chunki juda ko'p qissalarda mayda-chuyda narsalarigacha berilib ketib, asosiy xulosadan uzoqlashish bor. Nimagadir odamlar ham qissadan o'zlariga kerakli ibratni olishni o'rniga faqatgina uni ichidagi ba'zi bir mayda narsalarni talashib tortishlik bilan ovora bo'lib qoladilar. Aslida maqsadimiz azizlar, bu qissalardan namuna ma'nosida o'rganmoqdamiz. Demak, bugun sizlar bilan mana shu Ashobi Kahf qissasini zikr qilamiz ekan, eng avvalo mana shu Kahf surasini nozil bo'lishiga sabab bo'lgan voqea, ya'ni sababi nuzul haqida ham gapirib o'tishni lozim topdik. Sizga ma'lumki, Makka kofirlari o'zlari ilmsiz edi. Chunki ular but va sanamlarga sig'inib yurar edi. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamga payg'ambarligiga iymon keltirmasdan tortishaverardilar, lekin ularda o'zlarida birorta hujjat dalillari bo'lmagan. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamga Qur'on nozil bo'lib turibdi, u zotning mo'jizalari bo'lib turibdi. U zot nihoyatda fasohat va balog'at bilan Allohning kalomini yetkazib turibdi. Shuning uchun kofirlar payg'ambarimiz alayhisalom bilan tortishishlikka kuchlari yetmas edi. Ular bu narsada yahudiylardan foydalanar. Chunki yahudiylarga Tavrot kitobi nozil bo'lgan, ular ilm ahllari, ana o'shalar orqali borib ular bilan gaplashardi. Yahudiylar esa tabiiyki payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamga dushmanlik kayfiyatida edilar. Shuning uchun ular mushriklarga o'rgatar edi. Borib Muhammad alayhisolatu vasallamga mana bu savolni berib ko'ringlarchi, nima deyarkin? Mana buni deylarchi, nima deyarkin deb o'zlarini kitoblarda kelgan voqealardan savol berardi. Mana shunday savollardan bittasida ular payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning oldilariga kelib 3 ta savol berishdi. Aytdilarki, qadim zamonda g'oyib bo'lib qolgan yigitlar kim edi dedi. Ya'ni mana shu Ashobi Kahfni nazarda tutyapti. Ikkinchi savoli, Zulqarnayn kim bo'lgan dedi. Uchinchisi, ruh nima degan savollarni berdi. Mana shu savollarning hammasiga Alloh Sura Kahfni nozil qilib, ushbu Sura Kahfda ularga javob bergan ekan. Mana bugun esa biz ana shu ularga javob bo'lgan Ashobi Kahf haqida gaplashmoqchimiz. Aslida mana shu hikoyani boshlashlikda Alloh taolo ko'zga tez tashlanadigan yoki quloqqa g'alati eshitiladigan g'arob voqealarga bir tomonlama yondashib, asosiy maqsaddan chalg'ib ketmaslik kerakligi haqida ishora qiladi. Ya'ni astag'izu billah,
أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا صدق الله العظيم. Kahf va Raqim sohiblarini bizni oyatlarimiz ichida eng taajjublisi deb o'yladingizmi? Eslang, bir guruh yigitlar g'orga yashirinib, ey Robbimiz, bizga o'z huzuringdan marhamat ato qil va bizga bu ishimizda to'g'ri yo'lni osonlashtirib qo'y dedilar. Bas biz ularni shu g'orda bir necha yil uxlatib qo'ydik. Keyin ularni uyg'otdik, toki qani ko'raylikchi, ikki guruhni qaysi biri ularni g'orda bo'lgan vaqtlarini aniqroq bilarkinlar. Ushbu oyatda Alloh azza va jalla bir haqiqat bilan boshlayapti. Ya'ni payg'ambarimizga Alloh o'zini qudrati, mo'jizalarini oldida mana shu eng ajabli deb o'ylaysizmi? Bundan ham ajabliroqlari bor degan ma'noda Alloh azza va jalla bildiryapti. Bu yerda Raqim degani alohida bir e'tiborli narsa. G'or sohiblari va Raqimni siz ajib deb o'ylaysizmi deganda, g'ordagi o'sha yigitlar bilan Raqim nazarda tutilibdi. Raqimni ba'zi birlari o'sha yigitlardan ismini deganlari ham bor ekan, lekin ko'pchilik mufassirlar bu yerdan murod ularni hayotlari toshga yozilgan lavha degan ekanlar. Inshaalloh suhbatimiz davomida bu Raqimda ham nima ekanligini bilib olamiz. Ya'ni sizga savol berayotgan kofirlar bo'rtirib ko'rsatgani kabi buyuk narsa emas. Chunki Allohning boshqa oyat alomatlari bularning qissalaridan ko'ra buyukroq va mashhurroqdir, deyapti. Dar haqiqat kofirlar agar payg'ambarimiz alayhisolatu vassalam shu savollarga to'g'ri javob bersa, uni payg'ambarligiga ishonamiz, bo'lmasa yo'q degan edilar. Lekin bundan ham ko'ra kattaroq narsalarni ko'rsatganda ham bular iymon keltirishmadi-yu. Bularning maqsadlari payg'ambarimiz alayhisolatu vassalamga savoldan javob olib iymon keltirish emas. Ularning maqsadlari payg'ambarimiz alayhisolatu vassalamni izza qilish xolos. Lekin o'zlari bilmagan holda rasulimiz alayhisolatu vassalamni o'zlari savollariga Alloh tomonidan javob olib aytayotgan va bu mo'jiza orqali qancha insonlarni musulmon va mu'min bo'lishiga sababchi bo'layotganlarini bilmas edilar. Avvalo kahf so'zini o'ziga to'xtaydigan bo'lsak, kahf so'zi arab tilidan tarjima qilganda katta g'or degan ma'noni beradi. Aslida arab tilida g'orni g'or deydi, lekin o'ta katta g'orni kahf deb atalar ekan. Ashobi kahf deganda g'or egalari yoki g'or sohiblari degan ma'noni beradi. Demak, Raqim esa hali aytib o'tganimdek, g'orga kirib yashiringan yigitlarning ismlari yoki bo'lmasa qissalar yozilgan kitob yoki lavha. Said ibn Jubayr radhiyallohu anhu aytadilarki, Raqim toshdan yasalgan lavha, unga ashobi kahfni qissasini yozib, g'orning og'ziga qo'yib qo'yilgan deydilar. Tabari Muhammad ibn Ishoq rivoyat qilishlaricha, ashobi kahf voqeasi quyidagicha rivoyat qilinadi azizlar. Bu voqea Rum mamlakatida sodir bo'lgan ekan. Rum mamlakatida Iso alayhisalom olib kelgan Injil ahllaridan bo'lgan odamlar ibodatda bo'lardilar. Keyinchalik mana shu Iso alayhisalomdan so'ng Injil ahlining ishlari aralash-quralash bo'lib, xatolar ko'payib ketdi. O'sha davrda ularda podshohlari Daqqa Yunus yoki Daqqa Yunus degan odam bo'lgan. Bu nihoyatda zolim podshoh bo'lib, yo'ldan ozgan, haddidan oshgan, dindan qaytganlardan biri edi. Daqqa Yunus xalq o'rtasida Iso alayhisalom yolg'iz Allohga sig'inishni targ'ib qilgan bo'lsa-da, Iso alayhisalomdan keyin hammani olib kelib, o'zini butlarga sig'inishni, sanamlar uchun qurbonliklar qilishni avj oldirdi. Ularga zulm qilib bo'lsa ham dinidan chiqarishni boshladi. Shunday bo'lsa-da, xalq orasida Iso alayhisalomning dinlarini islomda mustahkam turgan, yolg'iz Allohga ibodat qiladigan, uni tavhidini saqlaydigan mu'minlar bor edi. Daqqa Yunus mamlakatda kimki butlarga sajda qilmasa, kimki Iso alayhisalom dinlarida davom etsa, uni o'ldirishga hukm chiqardi. U Rum mamlakatining qaysi shahariga kelmasin, o'sha yerdagilarni hammasini bir joyga to'plab, sanamlariga sig'intirardi, majbur qilardi. O'z odati bo'yicha biror shaharga kelsa mana shu ishni qilardi. Agar o'sha shahar aholisi ichida mu'minlar bundan bezovta bo'lib o'zlarini chetga olsalar, ularni podshoh olib kelib, ularni hammalarini zulm qilardi. Lekin mu'minlar bundan bezovta bo'lishdi. Ba'zilari hatto qochib ketdi, berkinganlari bo'ldi.
Daqqa Yunus shaharga kelgandan so'ng Iso alayhisalomga iymon keltirganlarning orqasiga tushib, o'zlarini ichidan kofirlardan mirshablarni tayinlab, iymonli kishilarni uylaridan, bekingan joylardan topib kelishni buyurdi. Qarang, qanchalik qiyin bo'lgani. Axir ular hech kimga xalaqit qilmasdan uylaridagina ibodat qilib o'tiribdi-ku. Lekin zolim podshoh uylaridan bo'lsa ham qidirib topib kelishlikni buyurdi. Mirshablar ularni olib kelar, ba'zilari esa bu kelishlikdan qaytar, bormayman deb rad berganda azoblanar edi. Barcha musulmonlarni to'plab, o'zini botil xudolari uchun qurbonlik qilishlik maydoniga turgazib qo'yib, Daqqa Yunus ularning oldiga chiqib aytayapti: "Senlarga ikkita yo'l, yo o'ldirilasan yoki mana bu butlarga sig'inasan", deyapti. Qarang, og'ir imtihon. Maydonga keltirilganlarni ba'zilari hayotdan ko'zlari qiymadi. O'ldirilishdan qo'rqardilar. Shuning uchun ular majbur bo'lishib haq dinlardan qaytdilar. Iso alayhisalom omonat tashlab ketgan tavhididan, Injildan yuz o'girdi va Daqqa Yunus kabi butlariga sig'inishga majbur bo'ldilar. Ammo Allohdan qo'rqqanlari bor edi. Ular bu narsadan bosh tortardilar. Bosh tortganligi uchun ularni qatl qilar, ularni hatto nihoyatda qattiq qiynoqlar bilan o'ldirardi. Buni ko'rgan iymonli mustahkam bo'lgan odamlar qochib ketar, bir joylarga borib Alloh taolodan yordam so'rardi. Hatto shu darajada bo'lgan ekanki, oxir oqibat o'sha zamonda yashagan mo'min musulmonlar bir kuni baribir meni boshimga shu narsa keladi deb to'g'ridan to'g'ri Daqqa Yunusning oldiga o'zlari kelib, men seni sanamingga, butlaringga ibodat qilmayman deb bo'yniga o'limda olgan ekanlar. Bu badbaxt zolim o'sha mo'min musulmonlarni Iso alayhisalomning yo'ldan ketganlarini nafaqatgina o'ldirar, balki ularni bo'lak-bo'laklarga bo'lib, shaharning har joylariga ildirib qo'yardi ekan. Toki odamlar buni ko'rib qo'rquvga tushsin-da, dinlardan qaytsinlar deb. Ha azizlar, iymon ila mu'min bo'lib, o'zini payg'ambari yo'lida yurishlikdan qaytardi va bu ular uchun juda og'ir bo'ldi. Alloh azza va jalla mana shuncha qiyinchiliklar ichida ba'zi birlarnigina iymonini saqlashlikka musharraf qildi. Azizlar, biz shuning uchun Allohga shukr qilishimiz kerak. Alhamdulillah deyishimiz kerak. Biz mu'min musulmon bo'lib tug'ilib, mu'min musulmon bo'lib hayot kechirib, Alloh bir rasul bir haq deb mana bunday suhbatlarni qilib, eshitib, yana ibodat qilib, Allohga o'zimizni bandaligimizni bajo qildirishlikdek davrda yashashlikni Alloh bizga nasib qilib turibdi. Iymonda lazzatinigina tortyapmiz. Iymonda rohatinigina tortyapmiz. Albatta bunga shukrona qilishimiz kerak. Alhamdulillah va buni bardavom qilsin deb Allohdan so'rashimiz kerak. Podshoh Daqqa Yunus barcha fuqarolarini, butun xalqlarini botil xudosiga sig'inishga majburlashda davom etar ekan, shahardagi mu'minlar orasida o'sha podshohning yaqin kishilaridan sanalgan bir guruh yigitlar ham bo'lgan ekan. U yigitlar iymonda mustahkam bo'lgan. Qarang, o'zi o'sha podshohning yaqinlaridan, ya'ni boy zodagonlarning farzandlaridan ekan. Ammo Alloh ularga hidoyat bergan. Mana shu hidoyatida ular bardavom bo'ldilar. Ular kechasi kunduzi yashirin holatda Allohga ibodat qilishar, Alloh azza va jalladan yordam so'rar. Daqqa Yunusning shahariga kirganini, odamlarni yig'ib sanamlarga qurbonlik qilishga buyurayotganini eshitib, ular Allohga yig'lab nola qilardilar. Yosh yigitlar, hammasi zodagon boy odamda bolalari, lekin iymon lazzatini tortib qolib, ular bu zolim Daqqa Yunusni qilayotgan ishdan bezovta bo'lib Allohga yig'lab duo qilardilar. Ey Alloh, sen osmonlar va yerni Robbisisan. Biz sendan o'zga iloh yo'ligingga iymon keltiramiz. Biz sendan o'zga hech kimga ibodat qilmaymiz. Aks holda nohaq so'zni aytgan bo'lib qolamiz. Mo'min bandalaringdan bu fitnani o'zing ko'targin. Bu baloni daf etgin, toki ular senga oshkora ibodat qiladigan bo'lsinlar deb duo qilardilar. Duolarida ham qarang azizlar, o'zlarini emas, balki butun bandalarni so'rayaptilar. Mo'min bandalaringdan bu fitnani o'zing ko'targin, bu baloni daf etgin, oshkora ibodat qilish imkoniyatini bergin deb duo qilyaptilar. Yigitlar mana shunday holatda duolarda bardavom bo'ldilar. Ammo kofir ayg'oqchilar ularni ibodat qilayotgan yerlarini topib qoldilar. Yigitlar esa o'z ibodatlarida davom etaverdilar. Ayg'oqchilar yoshlarning so'zlarini eshitib, qilayotgan ibodatlarini ko'rib, buni xabarini Daqqa Yunusga yetkazdilar. Podshohga borib dedilarki, odamlar sizni xudolaringizga qurbonlik qilish uchun jamlanib turgan paytlarida sizni yaqinlaringizdan bo'lgan bir to'p yoshlar sizni ibodatingizga, butu sanamlar ibodatiga kelmasdan sizni masxaralab o'tiribdilar. Ustingizdan kulyaptilar.
Ular Iso alayhissalomni tarafdorlariga qo'shilib olib, birga namoz o'qiyaptilar. Ularni sizni mamlakatingizda bo'la turib, shu ishlarni qilishiga yo'l qo'yib berasizmi, dedilar. Daqqa Yunus bu xabardan g'azablanib ketdi va yigitlarni olib keltirishni buyurdi. Ular kelgandan keyin ularga qarab, nima uchun sizlar bu yoqqa ibodatga kelib, shahar aholisiga namuna bo'lmasdan boshqaga ibodat qilyapsizlar, deb so'radi. Shunda mu'minlarni bo'g'izlayotgan, hamma undan o'zini olib qochib yashirinayotgan zolim podshohning oldida turgan bu mu'min yigitlarga Allohning o'zi jasorat va shijoat ato qildi. Yigitlar podshohga, bizning ilohimiz shunday zotki, uning buyukligi yer va osmonlarni to'lg'azadi. Biz undan boshqa xudoga aslo ibodat qilmaymiz. Sen bizga buyurayotgan bu narsalarga hech ham sig'inmaymiz. Biz faqat Robbimiz Allohgagina ibodat qilamiz. Ungagina hamd aytamiz. Unga takbir va tasbih aytamiz. Unga sano aytib maqtaymiz. Faqat ungagina ibodat qilamiz. Undangina najot va yaxshilik kutamiz. Biz o'zimizni o'zimiz shaytonlarga qul qilib qo'ymaymiz. Seni aytganingni qilmaymiz. Bizni nima qilsang qilaver deb turib olishdi. Shundan keyin podshoh qarab turdi-da, eng birinchi ularning ustidagi obro'li shaxslar kiyadigan kiyimlarni yechib oldi. Chunki hali aytib o'tganimdek, ular boy zodagonning bolalari edi. Va shunga yarasha kiyinishgan edi. Va ularni o'zini mamlakatidan haydab chiqarishlikka, ularga yaqin bo'lgan kishilar mehridan mahrum qilishlikka amr qildi. Shundan keyin u yigitlar o'zlari yig'ilishib maslahatlashdilar. Nima qildik endi dedilar. Ular aytdilarki, agar sizlar ulardan va ularni Allohdan boshqaga qilayotgan ibodatlardan yuz o'girgan ekansizlar, endi g'orga kirib yashirininglar. Robbingiz sizlar uchun o'z rahmatini yoyadi va ishlaringizda yordam ato qiladi dedi. Qur'onda Alloh mana shuni bizga bayon qildi. Negaki kofirlarga qarshi jang qilishga yigitlarning imkoniyatlari yo'q. Ular zaif, ozchilik nima qila oladi? Ular boshqa ilojini topa olmasdan endi bir g'orga borib yashirinishdan o'zga chora topa olmadilar. Ular uylariga borib, otalarining mollaridan ozginadan mablag' oldilar. Bir qismini kambag'allarga sadaqa qilishdi, yana bir qismiga oziq-ovqat sotib olishib, keyin shahar tashqarisidagi toqqa qarab yo'l olishdi. Ular tog'dagi bir g'orga kirib yashirindilar va u yerda faqat Allohga ibodat qilish, uni roziligini so'rash bilan mashg'ul bo'ldilar. Bu dunyo hayotidan ko'ra oxiratni, shahardagi shohona qasrlardan tog' va toshlar orasidagi g'orni afzal bildilar. Ular Daqqa Yunus yana shaharga kelsa, qaytib uni oldiga boramiz. Unga yana o'z so'zimizni aytamiz. Keyin u bizni nima qilsa qiladi. Ungacha faqat Robbimizga xotirjam ibodat qilamiz deb maslahatlashgan edilar. Ular toqqa ketayotganda bir it ularning orqasidan ketdi. Itni haydasa ham kelaverdi, haydasa ham kelaverdi. Bir joyga borganda yana it orqasidan kelyapti. Shunda birlari itga qarab, "Mana buncha afting xunik. Shuncha xunik bo'lib bizni orqamizdan kelyapsan" degan ma'noda itga tosh otganda, it tiliga kirib ularga gapirgan ekan. "Ey birodarlar" degan ekan ularga qarab. "Naqshning xunik bo'lishligiga naqsh aybdormi yoki naqqoshmi?" degan ekan. "Qarang, meni it bo'lib xunik bo'lishimga mendami ayb yoki meni yaratganmi?" deganda ular yig'lab itni o'zlariga hamroh qilgan ekanlar. It ular bilan birga borgan. Ular o'sha g'orga borib kirib o'sha yerda berkinib o'tirishdi. Yigitlarni birlari vaqti bilan yashirincha shaharga tushib, bular uchun oziq-ovqat sotib olib kelardi. U shaharga kirganda odamlar bilib qolmasin uchun kiyimini almashtirar, ularga o'xshamasdan borib, u yerdan ba'zi narsalarni sotib olar va u yerda nima gap so'z bo'layotganini ham bilishlikka va bu orqali ular sheriklarni xabardor qilib turishlikka harakat qilardi. Bir kuni boshqa tomonga ketgan Daqqa Yunus podshoh yana keldi. U o'z odati bo'yicha shahar kattalariga buyurib, yana aholini bir yerga to'plashni va yana o'zini butlariga qurbonliklar so'ydirib, ibodat qildirishni tayinladi. Iymonli kishilar bundan qattiq bezovta bo'ldilar. Hatto ba'zi birlari qochib qoldilar. Ammo podshohning mirsha va ayg'oqchilari hamma yerlarni tekshirib, yana mo'min musulmon bo'lganlarni topib kelar edilar. Bu paytda oziq-ovqat olib keladigan haligi g'orda yashirilgan yigitcha ham tashqariga tushgan edi. Bu shum xabarni eshitib qolib, tezda ortiga qaytib ketdi va bo'layotgan voqealardan do'stlarini xabardor qildi. Ularga Daqqa Yunus yana kelibdi, mu'minlarni yana o'ldirishni boshlabdi degan xabarlarni aytdi. Bu xabarlardan ular juda ham qattiq xafa bo'lib ketdilar. Ko'zlariga yosh oldilar. Allohga qattiqroq yolborisha boshladilar. Ular juda ham ozib, ranglari sarg'ayib ketgan edilar. Qalblari mahzun edilar. Ular tazarru bilan ibodat qilishga kirishdilar.
Ular shu qadar ibodat qildilarki, ularning ko'zlaridan yosh to'kila boshladi. Ha azizlar, bu yoshlar Alloh uchun to'kildi. Nafslari uchun emas. Axir ular qasrlarda yashayotgan, boylik va tillolar ichidagi yigitlar edi. Lekin iymoni uchun ko'zlariga yosh olib yig'ladilar. Va Alloh taologa ushbu fitnalardan qutqarishligini so'rab, to'xtamasdan Allohga mana shu holatda uzoq ibodat qilib turdilar. Duo qilib bo'lgandan keyin ular birdan uyqulari kela boshladi. Hammalari uxlab qoldilar. Hatto ularga ergashib kelgan g'orning og'zida yotgan it ham ularga qo'shilib uxlab qoldi. Shu bilan ular qaytib uyg'onmadilar. Alloh ularni mana shu holatda fitnadan saqlab, juda ham uzoq uyquga uxlatib qo'ydi. Oyatda kelganidek, ular azizlar mana shu uxlaganicha 309 yil uxladilar. Ularni biror joyi chirimadi, biror joyi o'zgarmadi. Alloh Qur'oni Karimda bildirganidek, quyosh bu tomondan chiqib botib turar va bularni tanalari yomon bo'lib ketishlikdan saqlab, ular ba'zida chap va o'ng tomonga yonboshlab turar, itlari esa ularning oldida o'tirardi. Albatta bu Allohning hikmati bilan bo'ldi azizlar. Ularga hech qanday zararsiz ular faqat uxladilar. Shaharda esa Daqqa Yunus bu yigitlarni o'sha uxlab qolgan paytda qidira boshladi. Ammo ularni hech kim topa olmadi. Podshoh agar ular kelib tavba qilsa, men ularni kechiraman, azobga tortmayman dedi. Shaharning kattalari podshohga borib, ular sizni rahim qilishingizga arzimaydi. Ular fojirlar, isyonchilar, zolimlar, jinoyatchilar. Siz ularga muhlat berdingiz, ammo ular tavba qilmadi. Ular shaharda o'zlaricha ehson qilib pullarni sochgan bo'ldi. Keyin qayergadir qochishdi. Ularni ota-onalarini topib kelib, ota-onalariga farzandlarini topishligini talab qiling deydi. Podshoh yigitlarni ota-onalarini keltirib, ularni o'ldirish bilan qo'rqitgandan so'ng ular aytishdiki: "Ey podshoh, biz sizga itoatdamiz. Sizni butlaringizga ibodat qilamiz. Bizni u yaramaslarni bolalarimiz deb o'ldirmang. Ular bizni pullarimizni olib qochib ketdilar. Ular falon yerdagi tog'da, falon g'orga berkingan" deb aytib yubordilar. Podshoh tezda o'z askarlari bilan o'sha toqqa qarab yo'l oldi. Biroq uning odamlari g'orga kirib hech kimni topa olmadilar. Allohning irodasi bilan uxlab yotgan yigitlarni ko'rmaydigan qilib qo'ydi. Ha azizlar, Alloh azza va jalla bizni ko'rish, gapirish va barcha hissiyotlarimizni o'zi boshqaradi. Alloh xohlagan narsani biz qila olamiz. Alloh u yigitlarni ko'rilishini xohlamadi va kirgan kofirlar u yigitlarni ko'ra olmadi. Podshoh xonadonida iymonini yashirib yurgan yana 2 mo'min kishi bor edi. Ular haligi yigitlarning orqasidan poylab yurar ekan. O'sha g'orda uxlab qolganlarni ham bildilarda, bir toshni olib, o'sha toshga lavha bitib, g'orning og'zida qolib ketgan yigitlarni ismlarini, hamma narsasini, bo'lgan voqealarni yozib, o'sha g'orning oldiga qo'yib qo'ydi. Ana shuning uchun oyatda alohida o'sha lavha haqida keldi. Shoyatki kelajakda kelgan odamlar bu narsani o'qib, bo'lib o'tgan voqealardan xabardor bo'lsalar deb o'yladilar. Yillar o'tdi azizlar. Daqqa Yunus kabi zolim podshoh ham olamdan o'tdi. Hali aytib o'tganimdek, ular 309 yil mana shu joyda qolib ketdi. Yigitlar esa hech narsa bilmasdan uyqularda qoldi. Daqqa Yunus o'lib ketganini ham bilmadilar. O'rniga boshqa podshohlar kelganini, zamonlar, kunlar o'zgarganini ham bilmadi. Alloh bu yoshlarning voqealari oxiratda haq ekanini, o'lgandan so'ng tirilish borligiga hujjat bo'lishini iroda qilgan edi. Oradan shuncha yuzlab yil o'tgan bo'lsa hamki, hali ham odamlar orasida g'orga kirib g'oyib bo'lgan yigitlar haqida hikoyalar tildan tilga o'tib davom etib kelaverardi. Dar haqiqat odamlar zolim kofir podshohlardan qutulganlarga shukr qilardilar. Ularni la'natlar bilan eslardilar. Shuningdek mo'min va solih insonlarni esdan chiqarmadilar. Ana shunday zamonlar o'zgargan kunlarning birida Alloh taolo ashabi Kahfni uyqudan turg'izdi. Bu haqda Qur'oni Karimda quyidagicha aytadi: "Keyin ularni uyg'otdik, toki qani ko'raylikchi, 2 guruhni qaysi biri ularning g'orda bo'lgan vaqtlarini aniqroq bilarkinlar" dedi. Ya'ni bu 2 guruhdan biri o'sha ashabi Kahfni o'zlari yoki ikkinchi guruh deganda shahar aholisi deyilibdi tafsirda. G'or sohiblari uyg'onib bir-birlaridan qancha uxladik o'zi deb so'radilar. Qarang, 309 yil uxlab uyg'ongandan keyin so'rashyapti. Birlar aytdilarki, 1 kun uxladik shekilli, qattiq uxladik yoki undan kamroq uxladik shekilli deydi. Alloh ularni g'orda qancha qolib ketganlarini aniqlash orqali hisob yuritishning ahamiyati, Alloh taolaning qudrati, hikmati va rahmati namoyon bo'ladi. Agar ular uyqularda davom etaverganlarida ularning qissalaridan bu aytilgan narsalarning birontasi ma'lum bo'lmay qolib ketardi. Shuning uchun Alloh ularni yana bir karra uyg'otdi. Yigitlar uyg'onib, doimgidek ichlaridan birlarini
bozorga tushib oziq ovqat olib chiqishlikka buyurdi. Hali doim shaharga tushayotgan yigit bildirmasdan shaharga tushdi. Shaharga kelib qarasa, hamma yo'q o'zgarib ketgan. Axir 300 yildan o'tdi-da, zolim podshoh yo'q, hamma yo'q boshqacha. Shaharga kirib borar ekan, uylarning ko'rinishlari o'zgarib ketgan, odamlarning qiyofalari o'zgargan, hech kimni tanimaydi, hech narsani tushunmaydi. U hayron bo'lib bordi, qo'rqib bordi. Hatto o'ziga biror kasallik yetganmi deb ham qo'rqdi. Nima bo'lyapti menga deb o'ylanib qoldi. Keyin bir joyga borib ovqat sotayotgan odamga qo'lidagi pulni berdi. Ular pulni olib hayron bo'lib, "Bu pul qaysi pul, qanaqa pul?" dedi. Deganda u bola o'sha pulni qandaligini aytdi. Ular bu Daqqa Yunus davridagi pul ekan u dedi. Hozir bilsangiz bizning xalqimizda ba'zan bir kinoya gap bilan aytiladigan bir narsa bor. Juda eski bir narsani ko'rsatsangiz, "Oho, bu Daqqa Yunusdan qolgan ekan-u" deb qo'yadi. Mana shu ibora ekan. Yigit bildiki nimadir o'zgargan. Birdan qo'rqib orqaga ketib qoldi. U yigit borib bo'lgan voqeani sheriklariga aytgandan keyin Alloh azza va jalla ularni yana uyquga ketkizdi. To qiyomatgacha endi ular ushbu g'orda uxlab yotajaklarini bildiriladi. Ba'zi bir mufassirlar esa undan keyin ular olamdan o'tdi ham degan ekanlar. Musulmonlar kelib o'sha g'orni oldida keyinchalik masjid bino qildi. U joyda ularni eslab turardilar va bu mo'min musulmon yigitlarni jasorati, iymonini saqlaganligi, taqvosi hatto mana o'zingiz shohid bo'lganingizdek Qur'oni Karimda ham zikr qilindi. Bu o'sha yahudiylar orqali mushriklar Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamga g'orda yo'qolib qolgan yigitlar kim edi deb o'zlari bilmagan savollariga Alloh tomonidan Rasulimiz alayhisolatu vasallamning muborak og'izlari orqali bayon qilingan qissa bo'lgan edi azizlar. Endi azizlar, bularda sonlari haqida o'sha nechta yigit bo'lgan edi desa, hozirgacha ham tortishuv. Mana ba'zi kitoblarda boshqacharoq aytadi, ba'zi filmlarda ularda soni, ularda ismlari haqida ham zikrlar keladi. Aytib o'tganimdek, bu o'sha Isroiliyot tomonidan kirib qolgan hikoyalar, turli holatlar bor. Aslida Qur'oni Karimda Alloh taolo bu haqida ham mana shu sura Kahfda davom etib oyatda aytadiki: "Estaizu billah, sayaquluna thalathatun rabi'uhum kalbuhum va yaquluna khamsatun sadisuhum kalbuhum rajma bil g'aybi va yaquluna sab'atun va thaminuhum kalbuhum qur robbi a'lamu bi'iddatihim ma ya'lamuhum illa qalilun fala tumari fihim illa mira'an zohiran va la tastafti fihim minhum ahada." Ya'ni Alloh taolo aytibdiki, hali ular 3tadirlar, itlari 4-chilaridir derlar. Va 5tadirlar, itlari 6-chidirlar deb g'oyibga tosh otarlar. Va 7tadirlar, itlari 8-chilaridir ham derlar. Sen, ya'ni sallallohu alayhi vasallam, Robbim ularni sanog'ini yaxshi bilguvchidir, ularni juda oz kishi bilur degin. Bas ular haqida tortishib yurma, tortishsang ham ochiq tortish. Ular haqida hech kimdan fatvo ham so'rama. Ushbu oyati karimada Alloh taolo bizga ochiq aytib qo'yibdi mana azizlar. Hamma har xil aytadi deyapti. Kimdir ular 3ta, 4-chi itdi deb aytadi. Kimdir u 5ta, ular 6-chi iti. Kimdir 7ta, 8-chi itdi deb aytadi. Lekin buni adadini Allohning o'zi biladi deb aytilyapti. Demak azizlar, buni ham biz ko'p avvalgi qissalarda aytib o'tganimizdek, g'orda sohiblarining nechtaligini bilishlikka agar bizga zarur bo'lganida Alloh Qur'onda aniq sonlarini ham, ismlarini ham aytib qo'ygan bo'lardi. Lekin bu yerda bo'lgan voqeadagi xulosani olishimiz kerak. Iymon omonat ekanligini va iymonni saqlab qolishlik uchun doimo Alloh azza va jallaga iltijo qilib, sog' iymon ila bu dunyodan o'tib olishlikni Allohdan so'rab borishimiz kerak. Qur'oni Karim azizlar bizga qissalarni hikoya qiladigan bir qissa kitobi yoki roman emas. Buni ichida hamma tafsilotlarni bergan. Balki bu siz bilan bizga ogohlantiruvchi, ta'lim beruvchi, ibodatga chorlovchi buyuk bir kitobimizdir. Bugun siz bilan o'rgangan ushbu qissadan o'zimizga yarasha xulosa olishligimizni Alloh nasib qilsin. Alloh azza va jalla hammalarimizni iymonlarimizni salomat aylasin. Muhtaram azizlar, Qur'oni Karimda kelgan Qur'oniy qissalar haqidagi turkum suhbatlarimizni davom ettiramiz. Siz azizlar bilan bugun Qur'ondagi sura Kahfdagi mashhur qissalardan bittasi Zil Qarnayn haqida suhbatlashamiz.
Bizni xalqimiz ko'proq mana shu Zulqarnayn deganda Iskandar Zulqarnay haqida gap ketayotganini biladi. Ba'zilar esa buni Aleksandr Makedonskiy bilan almashtirib, bular bittadir degan qovullarni aytadiganlar bor. Albatta biz suhbatimizning oxirida bular haqida ham ma'lumot berishlikka harakat qilamiz, ammo biz bugun o'sha Qur'onda kelgan aniq Zulqarnayn haqidagi qissaga to'xtamoqchimiz. Zulqarnayn degani azizlar, bu arab tilida zu yoki zi deb keladi. Bu ega degan ma'noni berib, ikki qorin degani bu hayvonlar boshidan chiqqan shoxga ham aytiladi yoki bo'lmasa buni ayni shox emas, balki davr, asr yoki biror bir narsani eng yuqori qismi degan ma'nolarda berganlar ham bor. Shuning uchun ham bu yerda ham aniq bir to'xtamda Zulqarnayn deganda aytaylik, uni boshidan ikkita shoxi bor bir odamni tasavvur qilmaslik kerak. Vahb ibn Munabbah rahmatullohi alayhi aytadilarki, u zotni Zulqarnayn deb atalishiga sabab bosh kiyimini ikki tomonida misdan qoplama qilingan deydi. Shuning uchun unga ikki shox egasi deb atalingan deyiladi. Ammo Hazrati Ali radhiyallohu anhudan Abu Tufayl rivoyat qilib aytadiki, ikki shox egasi deyilishidan sabab u zotni mashriq va mag'ribga yetgani, ikki tomonda ham egallagani nazarda tutiladi deydi. Demak, mana shu ma'nolarni bildirar ekan, buni bizga azizlar avvalgi suhbatlarimizda aytib o'tganimizdek, qissalar ichidagi juda mayda chuyda narsalarigacha aniq bilishlik bizlarga ixtiyor qilinmagan. Agar bilinishlik kerak bo'lgan narsalar bo'lsa, albatta Alloh Qur'onda bayon qilgan bo'lardi. Esingizda bo'lsa, Ashobi Kaf haqidagi suhbatimizda boshlaganimizda bu suhbatlarni boshlanishiga sabab kofir mushriklar tomonidan payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamga savol berilganini eslatgan edik. Ya'ni mushriklar, kofirlar Madinadagi yahudiylardan kitob nozil bo'lgan, ularda Tavrot bor, Zabur bor, mana shu narsalardan o'rganib olgan savollarni kelib payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamga berardilar. O'sha savollarda bir kelganda 3 ta savol berdi. Bittasi Kahf ahli haqida so'radi, ikkinchi Zulqarnayn va uchinchi ruh haqida savol bergan edi. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam hammasiga Allohning yordami bilan, Qur'oni Karim oyatlari bilan javob berdilar. Mana shu savollardan bittasi Zulqarnayn, ya'ni ikki shox egasi haqida bo'ldi. Bu haqida Alloh taolo Qur'oni Karimda quyidagicha bayon qiladi. Sizdan Zulqarnayn haqida so'raydilar. Siz ularga ayting, sizga uni haqidagi zikrni tilovat qilurman. Ya'ni Zulqarnayn haqida so'ragan narsangizni men sizlarga tilovat qilib beraman dedi. Aslida bu yerda bir narsani bilishimiz kerakki, Qur'onda Zulqarnayn haqida to'la bayon qilinmagan. Shuning uchun ham minhu zikro deyapti. Ya'ni undan bir parchalarini aytib beramiz deyapti Alloh taolo. To'la emas. To'la bayonini berilmayapti, balki qisqagina qilib aytib qo'yapti. Ular savoliga yarasha kerak joyini Alloh aytdi. Albatta boshqa kitoblarda, Isroiliyot kitoblarida juda ham ortiqcha Iskandar Zulqarnayn haqida ko'p hikoyalar, rivoyatlar, hatto to'qima narsalar qo'shilib ketgan. Biz bularda hammasiga to'xtalishni lozim topmadik. Alloh taolo sura Kahfda ushbu savolga javob berar ekan, Zulqarnaynda Alloh aytadiki, albatta biz unga yer yuzida imkoniyat berdik va har bir narsaga erishish sababini ato qildik. Ya'ni Alloh taolo Zulqarnaynga yer yuzida hukmronlik va boshqa katta imkoniyatlarni bergan ekan. Bu zot juda bir solih bandalardan bittasi bo'lgan va mana shu solih banda Alloh azza va jallani irodasi bilan butun dunyoni egallashga qodir bo'lgan. Zulqarnaynda ko'pchilik ulamolar bu zotni solih banda sifatida, bir solih podshoh sifatida aytadilar, ammo tafsirlarda bu zotni payg'ambar deganlari ham bor. Lekin aniq payg'ambar deganiga dalolat yo'qligidan kelib chiqib, bu zotni juda ko'pchilik ulamolar aslida payg'ambar emas, balki bir solih podshoh, bir banda bo'lgan deb aytadilar. Chunki Qur'onda ham ayni mana shu ma'noda kelgan. Zulqarnayn Alloh azza va jallaning inoyati bilan butun yer yuzini egallashga musharraf bo'ladi. Alloh azza va jalla u zotni yo'lga soldi, hattoki yer yuzini bosib o'sha mag'rib degan joyga boradi. Lekin bu zot aslida qayerga borsa u joyda bosib vayron qilishmas, ularga Allohni tanitish, Allohning dinini o'rgatish bilan shug'ullanganlar. Ularni vayron qilmagan. Mana shunday holatda borib, mana Qur'oni Karimda aytganidek, to quyosh botish joyigacha borib boradi. Va o'sha joyda quyoshni balchiq buloqqa botayotganini ko'rdi. Aslida bu yerda bu zot o'sha uzoqqa bir okeanga borib qoladi. Borganda qarasaki o'sha quyosh undoq qilib suvga botib ketyapti. Agar ko'z oldingizga katta bir dengizni yoki okeanni keltirsangiz,
azizlar, o'sha quyosh botayotganini ko'rsangiz, xuddi quyosh go'yoki o'sha suvning ichiga kirib ketganga o'xshaydi. Va u yerda bir qavmni ko'rib qoldi. Bu qavm juda yomon qavm ekan. Gunohkor, fosiq qavm ekan. Ularni nima qilishlikni o'ylab turgan mahalda Alloh azza va jalla aytibdiki, biz Zulqarnaynga aytdik, xohlasang azobla, xohlasang go'zallikla tut. Mana shu biz aytdik degan so'zini ba'zi mufassirlar mana Alloh Zulqarnaynga vahiy orqali yetkazyapti. Demak, bu payg'ambar ekan degan gumonda payg'ambar deganlari ham bor. Lekin ko'p ulamolar hali aytib o'tganimdek, balki bu aslida buni biz qanday aytganini bilmaymiz, balki vahiy orqali yoki ilhom qildimi, buni Allohning o'zi biladi. Lekin o'sha qavm bo'yicha qaror qabul qilishlikni Alloh Zulqarnaynga berdi. Xohlasa azoblasin, xohlasa yaxshilikni ixtiyor qilsin dedi. Shunda Zulqarnayn hali qavmni holatini ko'rib, Alloh taologa qarab, Allohning bu so'ziga javob berib aytdiki, kim zulm qilgan bo'lsa, tezda uni azoblaymiz. So'ngra Robbisiga qaytarlar. Bas u zot ham uni munkar azob ila azoblaydi. Ya'ni bular agar to'g'ri yo'lda yurib ketsa yurdi, lekin agar kim zulmkor bo'ladigan bo'lsa, biz buni azoblaymiz. Va Robbilariga borganda Robbisi ham ularni mana shu qattiq azob bilan azoblaydi degan gap bilan javob berdi. Ya'ni zolimlarini jazoladi, yaxshilariga yaxshiliklar qilib mana shu yo'ldan ketdi. Ammo iymon keltirib yaxshi amal qilganlarga esa ularga go'zal mukofot bordir va unga o'z ishimizdan osonini ayturmiz dedi. Zulqarnayn endi quyosh chiqish tomoniga qarab qaytdi. Ya'ni quyosh chiqadigan joyga borganda bir qavmni ko'rgan ekan, ularda hech narsa to'smas ekan quyoshdan. Birorta quyoshdan to'sadigan na bino, na daraxt hech narsa yo'q ekan. Ba'zi mufassirlar esa ular kiyimsiz holatda yuradigan, mana hozir ham biladigan o'sha yovvoyi xalqlar qanaqa bo'ladi Afrikada yoki bo'lmasa qaysidir o'rmonlarda ko'rgan kabi hujjatli filmlarda ham ko'rsatishadi. Kiyimsiz yuradigan xalqlar bo'lgan. Keyin Alloh taolo yana xabar qilib aytibdiki, ana shunday batahqiq biz uni oldidagi narsani xabarini ihota qildik debdi. Ya'ni xuddi mag'ribdagi haq so'zlari va ishlar mashriqda ham joriy qilindi. Zulqarnayn mag'ribda ham hukmronlik qilgandek, mashriqda ham hukmronlik qildi. Biz shubhasiz Zulqarnayn huzuridagi hamma narsani xabarini to'liq bilamiz debdi Alloh taolo. Ya'ni mag'ribni ham egalladi, keyin mashriqni ham, hali kiyimsizlarni ham oldiga keldi. Ularga ham Alloh taoloning dinini tanitdi. Shundan keyin yana yo'lga chiqdilar. Ikkita tog'ni orasiga borib qoldi. Mana shu ikkita tog'ni orasiga borganda bir qavmni uchratdi. Bu qavmda umuman gapini tushunib bo'lmas edi. Ular ham gunohkor xalq ekan, o'zi fosiq fojir bo'lgan xalq, lekin tillarini hech kim tushunmaydi. Hatto ularni mana tafsirlarda kelib bir nechta tilmoch bilan ham tilini tushunmaydigan bir qavm chiqib qoldi. O'sha qavmni oldilariga keldi. U qavm ko'rdiki, Iskandar Zulqarnayn nihoyatda mahobatli, juda baquvvat, juda katta askarga ega. Haligi tilini tushunmaydigan xalq narigi tomonida yana bitta xalq bor edi. Bular Yajuj va Majuj ekan. U Yajuj Majuj bulardan ham yomon. Ular shunaqa bir fosiq ekanki, yer yuzida buzg'unchilik qiladigan bir xalq bo'lgan. Ular shu olomon qilib chiqib, haligi tilini tushunmayotgan xalqni butun qirg'in barot qilib, ularga zulm sitam qiladigan bir xalq bor ekan. Narigi tog'ni bu tomonidagilar Zulqarnaynga iltimos qilib aytishdiki, ey Zulqarnayn, albatta Yajuj va Majuj yer yuzida buzg'unchilik qiluvchidir. Biz senga haroj bersak dedi. Ya'ni bir pul bersak, mablag' yig'ib bersak, biz bilan ularning orasini bir to'siq qilib mana shu joyda to'sib bersin deb iltimos qildi. Yajuj Majuj degani ham juda chuqur ma'no. Inshaalloh Yajuj Majuj haqida bir alohida qissasini gapirib o'tamiz sizlar bilan. Haligi xalq demak biz pul yig'ib beramiz, haroj beramiz. Yajuj Majujdan bizni saqlab bergin diyordi. Zulqarnayn ularga qarab, Robbim menga bergan imkoniyat yaxshidir. Bas siz menga kuch ila yordam bering. Siz bilan ularning orasida bir devor qilamiz dedi. Ya'ni sizlarda pulinglar menga kerak emas. Alloh azza va jallani menga bergan imkoniyati sizni menga bergan harojingizdan ko'ra, pulingizdan ko'ra yaxshiroq. Lekin sizlar menga kuch bilan yordam beringlar. Meni aytganimni qilinglar. Men sizlarda o'sha Yajuj Majujdan bir to'sib qo'yishga yordam beraman dedi. Shu ikki tog'ning orasidan chiqib bu xalqqa hujum qilar ekan. Shuning uchun u xalq ham endi ko'pchilik, ancha o'zlariga kuchga ega xalq, lekin Zulqarnayn bulardan da quvvatli bo'lgani uchun unga iltimos qildi. Shunda Zulqarnayn ularga buyurdiki, menga bir temir parchalarini keltiring dedi. Ya'ni temirdan mayda-mayda parchalarni olib kelib, o'sha ikki tog' tomonlariga borib joylashdilar. Keyin dam uringlar dedi. Pastidan o't yoqib, xuddi haligi temirchilar dam urgandaqa unga dam urdi. Qattiq qizdirilgandan keyin temir
o'tga aylandi. Temirchini tasavvur qilsangiz, xuddi bir temirni qo'yib qizdirsa, u o'tga aylanib ketadi, hatto suyuq bo'lib oqadigan darajaga keladi. Keyin olib kelinglar dedi-da, uni u yerga quyib, ustidan mis quyamiz dedi. Keyin misni eritib, haligi temirni ustidan misni ham quyib yubordi. Natijada temir bilan mis aralashmasi juda mustahkam va silliq bo'ldi. Yajuj Majuj xalqi uni kelib teshaman desa tesha olmaydi, chiqaman desa siyg'anib chiqa olmaydi. Mana shunday holatda haligini to'sib qo'yganidan keyin endi Zulqarnayn ularga qarab, mana men to'sib qo'ydim, ko'rdinglarmi, men qancha kuchliman demadi-da, balki o'sha holatda ham Allohni esladi. U shunday dediki, bu Robbimning rahmatidandir. Agar Robbimning va'dasi kelsa, buni yer barobar qilur. Robbimning va'dasi haqdir dedi. Ya'ni bu sizlarda Yajuj Majujdan devor to'shishimiz bu Allohning rahmati, lekin Allohning va'dasi keladi, o'sha kuni bu devor yiqiladi va albatta Yajuj Majuj bu yerdan chiqadi. Ya'ni Zulqarnayn mana shu bilan Yajuj Majujni to'sib qo'ydi va bu to qiyomatgacha o'sha joyda to'silib turishligini aytdi. Haligi qavm Yajuj Majujdan panoh topdi. Endi Yajuj Majuj to qiyomatgacha bu yerdan chiqa olmaydi. Qachon qiyomat bo'lganda Iskandar Zulqarnayn to'sgan sad devor yiqilib, Yajuj Majuj bu yerdan chiqar ekan. Yajuj Majuj ham bir maxluq emas, ular ham bir xalq deydi azizlar. Faqat juda yomon xalq, o'ta ko'p, hamma narsani yeb bitiradigan darajada. Inshaalloh Yajuj Majuj haqida alohida gapiramiz. Buni haqida ham juda to'qima narsalar ko'payib ketgan. Imkon qadar to'qimalardan o'zimizni olib qochyapmiz. Lekin bu yerda asosiy maqsad azizlar, Zulqarnayn shunday bir solih banda bo'lganligi, Allohning yordami bilan ko'pchilikka yordam berib, Yajuj Majujdan hammani saqlaganligi to'g'risidagi qissani Alloh bayon qilgan. Endi azizlar, juda ko'pchilik mana hozirgacha ham savollar beriladi. Mana shu Iskandar Zulqarnayn bilan Aleksandr Makedonskiyda bitta odam bo'lgan deydigan gaplar ham bor. Ikkalasi aslida bittami? Hozir mana aytganimizdek, bu aytaylik Zulqarnayn bu solih banda bo'lgan. Bu zot Ibn Kasirning tafsirida keladi, Azraqiy va boshqalar aytishadi. Zulqarnayn Ibrohim alayhisalom davrlarida yashaganlar va u kishi bilan Baytullohni tavof qilgan, uning vaziri Xizr alayhisalom bo'lgan deydi. Ammo ikkinchi Zulqarnayn esa bu Yunonistonlik Filipning o'g'li Iskandar bo'lgan. U miloddan avval 3-asrda yashagan. Aleksandr Makedonskiy musulmon bo'lmagan azizlar. Uni hamma tarixchilar tasdiqlaydilar. U mushrik bo'lgan, fosiq bo'lgan, qancha qabohat ishlarni qilgan. Lekin hozirgi yuqoridagi qissada o'zi eshitganingizdek, Zulqarnayn esa solih banda bo'lgan, Allohning dinini yoyishlikka harakat qilgan. Hatto ba'zi mufassirlarning qavullariga qaraganda payg'ambarlikka ham gumon qilingan deyilyapti. Shuning uchun xulosa shuki azizlar, Qur'onda nomi kelgan solih banda Zulqarnayn va Aleksandr Makedonskiy boshqa kishilardir. Bular ikki xil shaxs hisoblanadi. Mana shu narsani yaxshi bilib olishimiz kerak. Bu qissalarni men yuqorida aytib o'tganimdek, o'rganishligimizdan birdan bir maqsad bu qissadan o'zimizga xulosa olishlik. Ya'ni kim bo'lishidan qat'iy nazar, albatta u butun dunyoni xoqoni bo'lsin, butun olamni egallagan bo'lsin, baribir bir kuni olamdan o'tadi azizlar. Iskandar Zulqarnayn Mag'rib va Mashriqni egallagan bo'lsalar-da, butun olamni egallagan, butun dunyo, butun yer yuzini podshohi bo'lgan bo'lsalar-da, baribir bu dunyodan quruq qo'l bilan ketdi. Hammamiz ham mana shunday bo'lamiz. Shuning uchun o'zimizga yaxshi bir xulosa olib, yaxshisi u dunyoga olib ketadigan toat, ibodat, yaxshi fazilatli amallarni ko'paytirmoqligimiz lozim. Muhtaram azizlar, Qur'oni Karimda kelgan qissalar haqidagi turkum suhbatimizni davom ettiramiz. Bugun sizlar bilan hammamiz uchun o'ta muhim bo'lgan bir qissani eslamoqchimiz. Bu ham Sura Kahfda kelgan va bu bizni hozirgi yashayotgan davrimizda tarbiyamiz uchun, o'zimizni o'nglab olishligimiz uchun, taqvoyimizni ziyoda qilishligimiz uchun, Allohning oldida bir banda, qul ekanligimizni yodimizga solishlik uchun namuna bo'ladigan bir qissa. Bu qissa ikki bog' egasi deb atalinadi. Azizlar, bu shunday qissaki, dunyosi ko'payganda Allohni unutib, o'zini osmon va falaklarda ko'tarib, boshqalarda oyoq uchida ko'ruvchi mutakabbirlarning holiga bir tarbiya bo'ladi.
Qur'oni Karimda Alloh azza va jalla payg'ambarimiz alayhisolatu vassalamga misol qilib boshqalarga shuni yetkazishlikni amr qilib aytayaptiki: "Estaizu billah, wadrib lahum mathalan rajulayni ja'alna li ahadihima jannatayn min a'nab wa khaffafnahuma bi nakhlin wa ja'alna baynahuma zar'a." Ya'ni ikkita do'st bo'lgan ekan, ularni birlariga juda katta boylik berilgan, biriga berilmagan. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam deyapti. Ana o'shini odamlarga zarbul masal qilib bering deyapti Alloh taolo. Ulardan biriga uzumlardan bo'lgan ikkita bog' berdik deyapti. Tasavvur qiling, juda katta uzumzor va ularni atrofini xurmo bilan o'rab qo'ydik. Qarang, qanchalik darajada bu yerda chiroyli manzara ham hosil bo'lyapti. Uzumzoringiz bo'lsa-yu, atrofini xurmo daraxtlari o'rab tursa, ham uzumdan foyda olsangiz, ham xurmodan foyda olsangiz, ikki xil mevani ichida rohatlansangiz. Endi o'sha uzumzor va atrofini xurmo bilan o'rab qo'ygan ikkita bog'ni orasini ekinzor ham qilib qo'ydi. Mana bu ne'matni qarang. Ikkita kishi haqida gap ketyapti. Biriga mana shu narsa berilgan. Hamda yana Alloh davom etyaptiki, u shunaqa bog'ki, hosillarini bekami ko's beradi. Shunaqa ko'p meva beradigan qilib qo'ydi. Yana eng asosiysi, ularni oralaridan anhor oqizib qo'ydik. Har ikki bog'ning hosili to'liq chiqadi va ikki bog' orasidan esa Alloh anhor oqizib qo'ydi. Tasavvur qiling azizlar, qanaqa chiroyli manzara. Ikkita bog'ning orasidan katta anhorni ham o'tkazib qo'ydi. Chunki bog' uchun, dehqonchilik uchun, ziroat uchun eng muhim narsa bu suv. Shuni ham qilib qo'ydi deyapti Alloh taolo. Agar e'tibor berayotgan bo'lsangiz, azizlar, Robbimiz qildik deb gapiryapti. O'zi qiladi. Lekin Qur'onda biror joyda Alloh men demaydi, doim biz deb keltiradi. Bizni o'sha manmansiramaslikka tarbiya beryapti. O'z-o'zidan bo'lgani yo'q bu bog'lar azizlar. Buni Alloh qildi. Shuning uchun Alloh aytayapti, biz shu xurmozorni berdik, uzumzorni berdik, ekin yerini berdik, ichidan suvlarni ham o'tkazib qo'ydik, hosilini mukammal qildik. Kim? Alloh. Alloh azza va jalla qildi azizlar. Hech qachon bir bog'ni barpo qilsak, uni men qildim deb bo'lmas ekan. Shuning uchun dehqonchilikda ham bir qoida bor azizlar. Siz yerga urug' sochasiz, aytasizki, men urug' sochdim, lekin Alloh chiqardi deymiz. Alloh chiqaradi, Alloh beradi. Dinimizda sababiyat qonuni bor. Biz bir narsani harakatini qilib sabab qilib qo'yamiz, lekin uni rivojlantiradigan, unga baraka beradigan Robbimiz. Bir devor qo'shnimiznikida hosil bo'lishi mumkin, lekin biznikida bo'lmaydi. Temmatin suv quysak ham, temmatin harakat qilsak ham bermasa bermaydi, Alloh beradi. Shuning uchun albatta nimaiki erishadigan bo'lsa, bu bitta bog' emas azizlar. Hamma narsani bizga Alloh berayotganini unutmasligimiz kerak, lekin ba'zan inson unutib qo'yadi. Shuning uchun mana oyatning davomida aytibdiki, haligi bog'irog'i bor odam haligi sherigiga qarab turib, meni sendan molim ko'p, meni odamlarim ham sendan quvvatliroq dedi. O'ziga olyapti hamma narsani azizlar. Bu mol kimniki? Seniki emas birodar, bu Allohniki. Alloh berdi buni. Mana bu narsani unutmaslik kerak azizlar. Ba'zan shunaqa bo'lib qolamizki, go'yoki hamma narsaga biz o'zimiz erishdik. Mana shu eng yomon narsa. Kim nimaga erishayotgan bo'lsa, bu Allohning yordami bilan bo'lishi kerak. Biz harakat qilamiz xolos. Harakatimiz bir sabab. Lekin nimaiki bo'lsa, Alloh berdi deyishni esdan chiqarmaslik kerak. Alloh berdi. Alloh berdi bizga ilmni. Alloh berdi bizga martabani. Alloh berdi bizga mansabni. Alloh berdi bizga jufti halolni. Alloh berdi bizga farzand va arjumanlarni. Hamma narsani Alloh berdi. Farzandni ham uylanganligimiz uchun bo'ldi, men uylandim, nikohlandim, bola bo'ldi. Yo'q birodar, bunaqa bo'lmaydi. Kimgadir bola bermasa, uni mijozi susligida ayiblash kerak emas. Berguvchi Alloh. Hamma narsani berguvchi Alloh. Lekin Alloh ba'zida insonlarni berib imtihon qiladi, ba'zilarini bermasdan imtihon qiladi. Mu'min banda mana shuni tushunish kerak. Bugun hikoya qilayotgan qissamizni sohibi o'zidan ketgan mutakabbirlardan biri edi. Hozir ham shunaqa uchrab turadi-ku azizlar. Bir bechora faqirni ko'rganda uni mensimasdan, uni odam qatoriga qo'shmasdan qancha ishlarni qilayotganini ko'ryapmiz-ku. Lekin aslida bu ham bir Allohning bandasi. Dunyo hech narsa emas. Agar dunyoni Allohning oldida qadri bo'lganda, kofirlarga pashshani qonatishalik ham dunyo bermagan bo'lardi Alloh taolo. Shuning uchun dunyoda Allohning oldida qadri yo'qligi uchun Allohga kufr keltirib turganlarga ham hamma ne'matni ato qilyapti. Shuning uchun dunyo bilan, mol bilan faxrlanmaslik kerak. Mana bu inson faxrlanib qo'ydi.
ba'zan shunaqa bo'ladi. Ba'zi odamlar o'zi quvvatidan, o'zini mansabidan, o'zini dunyosidan foydalanib, quvvati kamrog'ini, mansabi pastrog'ini ustiga zulm qiladi. Go'yoki u mana shu ishda abadiy qolib ketadigandek. Azizlar, har qanday cho'qqidan yerga tushish bor. Har qanday kuch bir kuni pasayishi bor. Qachon ko'rgansiz umrining oxirigacha quvvati bilan o'tib ketgan odamni? Bir kuni qaddilar bukilar, ko'zlar xiralashar. Bir kuni bu dunyo ham sizga yordam bera olmay qolar. Ana o'sha narsani o'ylagan inson hech qachon dunyosi bilan, mansabi bilan kibrga ketib bo'lmaydi. Lekin bu biz bugun o'rganayotgan qissaning sohibi shunday kibrga ketdi. Hattoki estaizu billah va dakhala jannatahu va huwa zolimun li nafsihi qala ma azunnu an tabida hadhihi abada. Kibrni qarang, shunaqa darajada kibrga berilib ketganidan Alloh aytibdiki, u o'z bog'iga kirar ekan, o'ziga zulm qilgan holda men buni hech qachon yo'q bo'lmaydi deb o'ylayman. Bu bog'im deyapti, bu dunyoyim mana shu bo'yicha qoladi deb o'ylayman deyapti. Aniq bilamanki, bu hech qachon yo'qolmaydi. Bu hamma boyni kasalida azizlar. Hamma amaldorni kasali. Go'yoki umrining oxirigacha shunday qolaman deb o'ylaydi. Lekin bir kunda Alloh pulini, dunyosini, obro'sini, mansabini olib qo'yayotganlarni ko'zimiz bilan ko'ryapmiz-ku. Bu hayot ekan azizlar. Bundan o'zimizga yarasha ta'lim olishimiz kerak. Shuning uchun Navoiy hazratlari aytgan ekanlar, kimki hayotdan olmasa ta'lim, unga o'rgata olmas hech bir muallim. Lekin hayotda shunday insonlar borki azizlar, yaxshi mansablarda ishlagandan keyin ham odamlarga ko'p yaxshiliklarni qilib, necha yillar u odamlarni eslab yuramiz. Palonchi bor edi, juda badavlat odam edi, ammo juda ser-saxovat edilar. Palonchi bor edi, amaldorda hammaga yordam berardi. Hammani ko'ynini olardi, zarracha kibr qilmasdi deb eslaymiz. Mana bundaylarni ham jamiyatda ko'ramiz. Ammo lekin arzimagan dunyosi bo'lib turib, shunday insonlar borki azizlar, hammani nazar pisand qilmagan, kibrga ketgan, go'yoki abadiy mana shu holatda turadigandek bo'ladi. Oyatning davomida Alloh aytibdiki, haligi odamning nomidan qiyomat qoyim bo'lmasa kerak deb o'ylayman. Agar Robbimga qaytarilsam ham albatta bundan yaxshi oqibatni topaman dedi. Ana bu narsa mushriklarni, kofirlarni nazdida. U qiyomatga ishonmaydi. Qiyomatga ishonmaganligi uchun ham azizlar faqat mana shu dunyo deb o'ylaydi. Ba'zan insonlar shunaqa hayotlarni qiladiki, shunaqa o'zlari uchun bino qiladiki, go'yoki abadiy o'lmaydigandek, o'lsa ham qiyomat bo'lmaydigandek. Shunaqa kibr bilan hayot kechiradi. Mana bu bog'da egasi ham shu gapni gapiryapti. Nima uchun? Puli ko'pligi uchunmi? Dunyo, pul, hech narsa bo'lmay qoladigan bu qiyomat. Qiyomat qoyim bo'lganda kim bo'lishimizdan qat'iy nazar Alloh saqlasin. Agar gunohlarimiz yozilgan daftarimiz qo'limizga chap tomondan berilarkan, qani endi dunyo meni qutqarsa deymiz. Hech narsa qutqara olmaydi. Hatto o'zi aslida azizlar, bu dunyoda ham hayotlar shunaqa bo'ladiki, ba'zan insonni boshiga Alloh shunaqa sinovlarni solar ekanki, dunyo bilan, obro' e'tibor bilan ham buni to'xtata olmaysiz ekan. Bu faqat Allohning qudrati ila bo'lar ekan. Shuning uchun kibr havoga berilgan odamlar mana shunaqa darajada bo'lib ketar ekanki, hatto oxiratda ham hamma narsani dunyo, mansab hal qiladi deb qolar ekan. Mana bu narsani Alloh taolo bizga Qur'onda bildiryapti. She'riga hayron. Endi haligi mu'min, Allohdan qo'rqadigan, lekin o'zi kambag'al bo'lsa ham qalbi ma'naviyatga, ma'rifatga, taqvoga boy bo'lgan birodari unga qarab aytayapti. Qala lahu sohibuhu va huwa yuhawiruhu akafarta billazi xalaqaka min turab thumma min nutfa thumma sawwaka rajula. Ya'ni aytibdiki, seni tuproqdan yaratgan, so'ngra nutfadan bir tomchi suvdan yaratgan, keyin seni shunaqa inson qilib rostlab qo'ygan Allohga kufr keltirdingmi deyapti. Sen kimsan deyapti. Bir tuproqdan bo'lgan edi bobang, o'zing esa bir tomchi suvdan dunyoga kelgan eding. Seni inson qilib yaratgan Robbing bor edi. Mana shu Robbingga kufr keltirdingmi deyapti. Lakinnahu vallohu robbi va la ushriku bi robbi ahada. U aytibdiki, lekin men deyapti, senda qamasman. Men u Alloh meni Robbim deyman va unga hech kimni sherik qilmayman deyapti. Nariga odam mushrikmidi azizlar? Mushrik degani o'zi nima degani? Mushrik degani Allohga biror bir kishini sherik qilish. U Allohga hech kimni sherik qilmadimi ko'rinishidan? Yo'q azizlar, u qildi. U molini, dunyosini, sababini hammasini Allohga sherik qildi. Mana shular meni hamma yoqdan saqlayotgan deb o'yladi.
Afsuski, mol dunyo obro'ni berguvchi ham Alloh bordi. She'riga aytibdiki, "Estaizu billah ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن تراني أنا أقل منك مالا وولدا." Qani edi sen boqqa kirganingda, mashalloh deganingda edi. La quvvata illa billah, Allohdan boshqa quvvatli zot yo'q deganingda edi deyapti. Demak azizlar, har qanaqa narsani ko'rganimizda mashalloh deyishimiz kerak. Masalan, ba'zan shunaqa bo'lib ketadiki, inson o'zidan o'zi faxrlanib ketib qoladi. Yoki ba'zan bolamizni yaxshi ko'rib ketib qolamiz. Farzand chiroyli, go'zal, aqlli bo'lganda, "Va, bolam chiroyli, juda ham asal bola bo'pti." Yo'q azizlar. Har qanaqa chiroyli narsani ko'rganimizda, har qanaqa go'zal narsani yoki quvvatli narsani ko'rganimizda birinchi aytadigan gapimiz mashalloh bo'lishi kerak. Mashalloh. Alloh xohlagani bo'ladi. Mana shu go'zallikni bergan ham Alloh. Shu dunyoni bergan ham Alloh deyish kerak. Mana shunda haligi ne'matning shukronasi bo'ladi va hech qachon unga nazar ham tushmas ekan. Mana shu gapni aytish kerak. Haligi odam aytibdiki, agar meni o'zingdan mol dunyo va bola jihatdan kam deb bilayotgan bo'lsang, fa'asa robbi ay yu'tiyani khayra min jannatika va yursil alayha husbana min as-sama'i fatusbiha sa'idan zalaqa. Ya'ni shoyat Robbim menga seni bog'ingdan yaxshirog'ini bersa, sen qayerdan bilasan debdi. Balkim Alloh menga seni bog'ingdan yaxshiroq bog'ini berib qo'yar. Seni bog'ingga osmondan ofat yuborib, uni sipsilli tuproqqa aylantirib qolsa-chi, yoki bo'lmasa aw yusbiha ma'uha g'awra falan tastati'a lahu talaba, yoki suvini yerga singdirib yuborsa-chi, o'sha oqayotgan anhoring, sen uni talab qilishga qodir bo'lmay qolsang nima qilasan debdi. Haqiqatda ham azizlar, biz ba'zan juda kalta o'ylaymiz. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam bir kuni sahobalarga Qur'oni Karimdan bir oyatni o'qib berayotdilar. Har doim uni biz o'qiymiz sura Taborakda. Estaizu billah. Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum g'awra fama ya'tikum bima'in ma'in. Sadaqallohul azim. Ya'ni ayting ey Muhammad sollallohu alayhi vasallam kofirlarga, ya'ni mushriklarga aytingki, ularni o'sha oqib turgan suvlarni yerga singdirib yuborsa, kim ularga suvni chiqarib beradi deb savol bilan tugagan shu oyat. İchib turgan, foydalanib turgan suvlarimiz, hozir maqtanib cho'milayotgan rohatlik suvlarimizni agar yerga Alloh singdirib, qaytib osmondan yomg'ir ham yog'dirmay, suv ham tushirmay qo'ysa, kim sizlarga suvni chiqarib beradi? Biz bu savolni eshitganda nima deymiz? Allohu robbuna va robbul alamin deymiz. Butun olamlarning Robbisi va bizning Robbimiz Alloh chiqarib beradi deb aytamiz. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shu gapni aytganda bir kofir narada o'tirgan ekan, agar suvlar yer tagiga kirib ketsa, uni ketmon bilan, kirki bilan chiqarib olamizda debdi. Haligi odam uxlab ertalab tursa, Alloh uni so'zini suvini quritib qo'ygan ekan. Ana endi ketmon bilan chiqarib olsin deb. Insonning tanasida ham 90% suvda azizlar. Qarang, shuning uchun inson tafakkurli bo'lish kerak. Mana bu joyda ham haligi bog'da egasiga do'sti aytibdi-da, seni bog'ingni Alloh osmondan kuydirib, suvlarini yo'qotib yorsa, nima qilasan deb. Shu gapni aytgandan keyin Alloh azza va jalla haqiqatda ham o'sha mutakabbir do'stini bog'iga ofat yuborgan ekan va uning mevasi halokatla o'raldi. O'zi esa unga sarf qilgan hasratdan chapak chalib, bog'ida ishkomlar, ya'ni uzumlar yiqilib yotganini ko'rdi-da, qani endi Robbimga hech kimni sherik qilmaganimda deb qolaverdi. Unga Allohdan boshqa yordam beradigan guruh bo'lmadi. O'zi ham nusrat qozona olmadi. Bunday maqomda haq nusrat Allohga xosdir. U yaxshi savobli va yaxshi oqibatli zotdir. Mana bu qissani davomida aytilgandek, osmondan haligi do'sti aytgandaqa chaqmoq tushdi va butun bog'ini vayron qildi. U chapak chalib qolaverdi. Robbisidan unga boshqa hech kim yordam bera olmaydi. Hatto o'zi bildi. Bilib turib, qani edi men shunaqa kibrga ketmasam edim, qani edi Allohga hech kimni sherik qilmaganimda deb qolaverdi. Ha azizlar, hayotda bunaqani ko'ryapmiz-ku. Hayotda Alloh azza va jalla bizga buni ko'rsatyapti-ku. Nechta odam buni holatga tushyapti, Alloh saqlasin. Shuning uchun biz azizlar hech qachon kibrga, manmanlikka, boylikka, ilmga, mansabga g'ururlanmasligimiz kerak. Ba'zan oddiygina bir inson yonimizda tursa, biz uni kim ekanligini bilmasdan muomala qilaveramiz. Balkim u inson Alloh nazdida bizdan ko'ra taqvoli bo'lganligi uchun mahbubdir. Balkim u validir. Qayerdan bilamiz? Ana shuning uchun ham azizlar, bu bugungi bog' egasining qissasidan o'zimizga oladigan xulosa, dunyo bergan paytda, obro' bergan paytda Allohni esdan chiqarmasdan kambag'al parvar, yetim parvar bo'lishligimiz.
kibr havodan uzoq bo'lishligimiz kerak. Shundagina Alloh taolo bizga bu dunyomizni ham oxiratimizni ham saodatli qiladi. Muslimun Uz